studiyamizda bitta mehmonimiz innovatsion texnologiyalarni ta'lim tizimiga jalb etish mavzusida izlanayotgan olima Anorgul Ashurovani studiyamizda ko'rganmiz. Xursand Anorgul opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Sizni bugun studiyada ko'rganimizdan g'oyatda xursandmiz va aynan sizga ketma-ketlikda beradigan, o'zimizni qiziqtirgan savollarimiz juda ham ko'p. Nafaqat bizni, balki teletomoshabinlarimizni ham ushbu savollar qiziqtiradi va tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Marhamat. Demak, sizga mana shu dastlabki savolimiz innovatsion texnologiyalarni ta'lim tizimiga foydalanishning o'quvchi uchun qanday foydalari bor? Ularning asosiy afzalliklari nimalarda? Darhaqiqat bu innovatsiya lotincha so'zdan olingan, innovatio, ya'ni yangilanish, yangi g'oya, yangi narsani yaratish degan ma'noni anglatadi va ta'lim tizimida ham yangi g'oyalarni, ixtirolarni, usullarni joriy etish va amaliyotda qo'llab ko'rish zarur. Hozirgi kunda o'qituvchilar uchun bu innovatsion texnologiyalar darsni samaradorligini oshirishga, o'quvchilarni diqqatini jalb qilishga, dars jarayonini jonli olib borishga, o'quv materiallarini turli xil formatlarda taqdim etishga, video, audio materiallarni yoki bo'lmasa virtual laboratoriyalar, virtual reallik yoki to'ldirilgan reallik yordamida har xil mashg'ulotlarni, amaliy mashg'ulotlarni olib borishga, masalan, hozirgi kunda gamifikatsiya deymiz, kompyuterdagi o'yinli dasturlar yordamida bilim berish, har xil turli xil dasturlarni ta'lim jarayoniga qo'llashga, umuman o'qituvchilar o'z vaqtlarini yangi texnologiyalarni tatbiq qilsalar tejashlari mumkin va hozirgi kunda masofaviy ta'lim imkoniyatlari, ya'ni xohlagan paytda internet orqali o'sha o'zini yangi g'oyalarini, bilimlarini o'zini talabalarga taqdim qilish imkoniyatlari mavjud. Bu o'qituvchilar uchun. Endi talabalarga keladigan bo'lsak, xuddi shuningdek talabalar ham birinchidan innovatsion texnologiyalar shaxsiylashtirilgan ta'lim, ya'ni personalized learning deymiz buni. O'sha o'zini bilimiga mos, o'zini o'sha o'qish sur'atiga mos, qobiliyatiga mos bilimlarni olish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari ana shu virtual laboratoriyalarda haqiqiy real laboratoriyalarga yaqinlashtirilgan, ya'ni kompyuterda imitatsiya qilingan dasturlar orqali xavfsiz laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazishlari mumkin. Masalan, turli xil sxemalar yig'ishi mumkin yoki turli xil kimyoviy reaksiya jarayonlarini olib borishlari mumkin. Bu mustaqil ravishda va bu innovatsion texnologiyalar talabalarni qiziqishlarini mana gamifikatsiya yordamida yoki boshqa dasturlar yordamida mustaqil ta'lim olishga, o'sha fanlarni chuqur o'rganishga undaydi. O'qitish metodikasi va ta'limni tashkil etishda qanday yangi yondashuvlar mavjud va bu jarayonda o'qituvchilarning malakalarini oshirishga ham hozirgi kunda jiddiy e'tibor qaratilyapti. Endi zamon rivojlanyapti. O'quvchilarning, talabalarni, o'qituvchilarga bo'lgan talablari ham yuqori. Boshida aytib o'tganimizdek, dasturimizni boshida va aynan pedagog ham bu savollarga labbay deb javob berishi kerak. Bu borada malaka oshirishni o'rni qanday? Darhaqiqat hozirgi kunda biz mana Zoom avlod vakillarini o'qityapmiz, ya'ni talabalarimiz o'zi mana shu aktiv vositalaridan, mobil qurilmalaridan yoki boshqa dasturlardan keng foydalanilmoqda. Ana o'shaning uchun bu o'qituvchiga 2 barobar ko'proq ishlashni talab qiladi, chunki zamonaviy texnologiyalardan, innovatsion texnologiyalardan o'qituvchi orqada qolib ketmaslik kerak. Buning uchun u har doim o'zini malakasini oshirib borish kerak. O'shaning uchun mana bu turli xil pedagogik forumlarni, ilmiy seminarlarni tashkil qilish, onlayn malaka oshirish kurslarini tashkil qilish yoki xorijiy stajirovkalarni tashkil qilish, ayniqsa mana shu o'qituvchilarni o'z ustida ishlashga undovchi turli xil tadbirlarni tashkil qilish bu o'qituvchilarni o'sha malakasini oshirishga yordam beradi. Ayniqsa muntazam ravishda mana shu yangi texnologiyalarni seminar, treninglar qilib o'tkazib borish kerak, chunki hamma o'qituvchi ham hamma dasturlardan bemalol foydalana olmaydi. O'shaning uchun seminar, treninglari ko'p
o'tkazish kerak. Xohlasa onlayn tarzda, xohlasa offlayn tarzda o'tkazib borish kerak. Biz yana dasturni davom ettiramiz. Qadimiy yurtdoshlar, bizda yana suhbatdoshlar va ular bilan kechadigan suhbat jarayonlari va bevosita sizlarni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Demak, suhbatdoshlarimizni yana bir bor tanishtirib o'tamiz. Olima Anorgul Ashirova biz bilan suhbatdosh bo'lyaptilar. Aynan ta'limdagi innovatsion texnologiyalar, innovatsiyalar haqida va undan tashqari yuqorida siz debocha qilib mavzu tashlab o'tdingiz-ku, sun'iy intellekt mavzusiga qiziqadigan yurtdoshlarimiz yaqinroq keling, joylashib oling. Zo'r suhbatimiz bor deb. Mana shu mavzuda suhbatlashish uchun Alisher aka Sapoyevni taklif qilganmiz studiyamizga va aynan tarjimashunoslik mavzusida suhbatlashish uchun bugun studiyamizga yana bir ajoyib mehmonni taklif etganmiz, Maqsudbek Qodirov. Demak, ular bilan kechadigan suhbat jarayonlari endi mazmunli tarzda davom etadi. Bundan tashqari ijodkorimiz Odilbek Sodiqov. Demak, biz dasturimizdagi savollar taqdimotiga yuzlanamiz. Aynan Alisher aka, sizga yuzlanamiz. Kelajakda sun'iy intellekt va insoniyat o'rtasidagi munosabatlarni qanday ko'ra olasiz mutaxassis sifatida? Endi hozir bilamiz, yaqinda shunday bir yangilikka ko'zim tushdi. Sun'iy intellekt gazeta yozishni uddalabdi. Endi bunga qanday qaraysiz? Matbuot xodimlari ham endi chetga chiqadimi bu ko'rinishda ketishdi? Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Chindan ham bugungi rivojlangan davrning muhim masalalaridan biri ta'lim texnologik va jamiyatning boshqa sohalariga kirib borgan kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq bu tushuncha sun'iy intellekt hisoblanadi. Sun'iy intellekt o'zi birinchi navbatda nima degan savolga bir qisqacha to'xtalib o'tish lozim. Sun'iy intellekt bu kompyuter texnologiyalari, kompyuterlar va robotlarning insonlar kabi ma'lum bilimlar bazasiga tayangan holda qarorlar qabul qilishi yoki ma'lum bir jarayonlar bo'yicha fikrlar bazasini yaratishi texnologiyalardir. Bir so'z bilan aytganda, sun'iy intellekt bu aqlli kompyuterlar degan. Albatta bu kompyuterlarni ishlashi uchun ma'lum bir shu paytgacha qo'llanilgan va texnologiyalarga murojaatlar asosida bilimlar to'planadi. O'sha to'plangan bilimlar orqali aqlli kompyuterlar o'zini faoliyatini olib boradi. Sun'iy intellekt bugun ijtimoiy hayot sohalari, ya'ni ta'lim, mana siz aytgandek matbuot sohasi yoki bo'lmasa turli ijodkorlik sohalari, masalan sun'iy intellekt bugun rasmlar yaratyapti, video nimalar qo'shib sun'iy intellektlar bor, qo'shib kuylayotganlar bor. Mana shunday nimalar jarayonlar bo'lyapti. Bu o'sha har bir ijtimoiy hayot sohalari, umuman inson hayotining sohalariga kirib borayotganini ko'rsatadi. Albatta ta'lim, bizning mutaxassisligimiz ta'lim bo'lgandan keyin ta'lim jarayonida ham buni yaqqol namunalari ko'rinyapti. Bu insoniyatni sal dangasaroq qilib qo'ymaydimi, Alisher aka? Endi sun'iy intellektga men shaxsiy fikrim shunday, asosiy vosita sifatida emas, yordamchi vosita sifatida qarash lozim. Xuddi uy jihozlariga o'xshab. Uy jihozlar, masalan, uy jihozlaridan foydalanamiz. Chikir mashina. Foydalanamiz turmushimizni yengillashtirish uchun. Lekin birlamchi vosita qilib, masalan, sun'iy intellekt yaratgan kontentlarga yoki bo'lmasa ma'lum bir sun'iy intellekt mahsuliga mutlaq suyanib qolsak, bu o'sha texnologik qaramlikka o'xshagan bir narsa bo'lib qoladi. Eng asosiysi biz kontentlarni, ma'lum kontentlarni yaratishda foydalanishimiz kerak, lekin u joyda birinchi o'rinda baribir inson faktori turishi kerak. Chunki sun'iy intellektda axloqiy etik tomondan qaraydigan bo'lsak, har bir yo'llanayotgan axborot bu to'g'riligi, haqqoniyligi va umuman o'z tasdiqini topgan axborotlar bo'lishi kerak. Lekin sun'iy intellekt texnologiyalari bu axborotlarni o'sha 100% haqiqatga, realitiga yaqinroq bo'lishini kafolat bermaydi. O'shaning uchun biz jarayonlarda undan yordamchi vosita sifatida foydalansak, faoliyatimiz yengillashadi va samaradorligi oshishi mumkin. Endi mana shu sun'iy intellektni ham innovatsion texnologiya sifatida ta'limga joriy eta olamizmi? Anorgul opa, sizga yuzlansak mana shu savol bilan. Haqiqatdan ham hozirgi kunda sun'iy intellekt
elektron kontentlarni yaratishda, ilmiy maqolalar yozishda, masalan, Samvel AI dasturlari yoki neyroset deymiz, neyro tarmoqlardan mana shu turli xil taqdimotlarni yaratishda Gamma app programmalari mavjud. Taqdimotlarni ovozlashtirish yoki o'sha materiallarni intellektual tahlil qilish, o'sha o'quvchini bilim darajasini aniqlab, unga turli xil o'qitish variantlarini taklif qiladigan dasturlar ham bor hozirgi kunda. O'shanday programmalar yaratilgan, ta'lim jarayonida adaptiv o'qitish tizimlari mavjud. Ya'ni talabani olgan bilimini tahlil qilib, unga mos kontentni o'zi tayyorlab beradi. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Demak, biz yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ana endi biz Maqsud aka Qodirovga murojaat qiladigan. Albatta. Ma'mun akademiyasi ijtimoiy gumanitar fanlar bo'limi doktoranti va albatta ular bilan kechadigan suhbatimiz aynan befarq qoldirmaydi yurtdoshlarimizni. O'zbek va ingliz tillarida paramiologik birliklarning antropotentik tadqiqi mavzusida ilmiy tadqiqot olib borayotgan olim desak biz yanglishmagan bo'lamiz. Maqsud aka, aynan siz bilan kechadigan suhbatimiz aynan nima deydi? Shu mavzuda bo'lib o'tadi. Shu mavzuda bo'ladi. Sizning ilmiy ishingiz. Keling o'zingiz batafsil tushuntirib o'tsangiz, ilmiy ishingiz nima uchun aynan bu mavzuga qo'yilgansiz? O'zbek hamda ingliz tili borasidagi albatta bilimlarini mustahkamlayotgan teletomoshabinlarimiz ekran qarshisiga yaqinroq kelasiz, chunki siz uchun mazmunli bo'lgan suhbat jarayoni boshlanish arafasida. Maqsud aka, xush kelibsiz. O'zi shunday savol qo'ysak, paramiologik birlik nima? Assalomu alaykum avvalambor. Paramiologik birliklar bular xalq og'zaki ijodida keng qo'llaniladigan, avloddan avlodga o'tib kelayotgan donishmandlikni, hayotiy tajribani ifodalaydigan turg'un iboralar hisoblanadi. Bular asosan maqollar, matallar, hikmatli so'zlar va iboralar bilan namoyon bo'ladi. Qarashlar ham bunga kiradi. Albatta bu mavzuni tanlashimiz bejiz emas, chunki tarjima sohasida ko'plab qiyinchiliklar aynan mana shunaqa paramiologik birliklar bilan uchrab qoladi. Ayniqsa ingliz va o'zbek millatlari o'rtasida dunyoqarashi, ijtimoiy tafovutlari birmuncha farq qiladi. Shu jumladan men aytmoqchimanki, demak, maqollardan, matallar va ushbu birliklardan bemalol xalqni ijtimoiy tuzilishini, bularni madaniyatini, hayotiy tajribasini yaqqol bir ko'zgusi desak to'g'ri bo'ladi. Qanchalik chuqur o'rganish olib borilsa, bu borada bular shunchalik bir o'zini namoyon qilib boradi-da. Har bir xalqni o'zini dunyoqarashini osongina bir bilib olish va ularni kelajak avlodlarga yetkazishni bir maqsad qilganmiz. Endi maqollar albatta bular ko'plab nima desam, mehnat tajribasiga asoslangan, aynan mehnat tajribasi bilan asoslangan iboralar bo'lib, matallar bo'lsa birmuncha qisqa va bular ko'proq ramziy ma'noda ishlatiladi. Ya'niki tugal bo'lmagan ramziy ma'noda ishlatilsa, iboralar bo'lsa ma'nosi o'zgarmagan holatda, ya'niki xalq tilida shakllangan birikmalar hisoblanadi. Bunga misollar keltira olamizmi, Maqsud aka? Albatta. Misol uchun biz o'zbek tilida aytadi, yaxshilik qil, yomonlik kutma deydi. Ingliz tilida buni aytadigan bo'lsak, ekvivalentini aytadigan bo'lsak, do good and good will come to you deydi. Endi so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, yaxshilik qil, yaxshilik qaytadi deb aytadi. Endi umumiy holatda bular bir xillik mazmunni ifodalaydi. Chunki inson hayotiy tajribasi umumiy hisoblanadi har ikkala tilda ham. Shu bilan birgalikda misol biz iboralardan keladigan bo'lsak, ko'ngli tog'dek ko'tarildi deydi. Aynan ingliz tilida buni he was on cloud 9 deb aytadi, ya'niki so'zma-so'z aytganda bu 9-bulut tepasida yoki he was over the moon deb aytadi. Bu oydan yuqorida kelishni, ya'ni nihoyatda ko'ngli ko'tarilganligini, boshi ko'kka ketgan degan ma'noni anglatadi. Demak, u endi inson omili ishtirok etgan holatda tarjima qilinadi, to'g'rimi? Albatta,
ko'plab misol uchun o'zimiz ham til o'rgangan paytimizda badiiy asarlar o'qigan paytimizda shunaqa to'xtalish bo'lganki, qachonki paremologik birliklarga uchrab qolganda to'xtalish bo'ladi va bu to'xtalish qaysidir ma'noda sizni ozgina bir chetlashtirib qo'yadi-da, fokus yo'qolib qoladi, ya'ni e'tibor kamalib qoladi. O'sha payti mana hamkasblarimiz aytganidek sun'iy intellektual yoki Google Translate yoki lug'atlarga murojaat qilganda ular aynan so'zma-so'z tarjima qilishni ko'rsatib beradi. Afsuski, ular bularni so'zma-so'z tarjima qilgandan keyin mazmun mohiyati bo'lmaydi. Shu borada agar tilni ya'niki katta bo'lak bilan o'rganganda, aynan mana shunaqa paremologik birliklar bilan o'rgansa, til ko'proq esda qoladi. Va tabiiylik bo'ladi, oson tushunish bo'ladi. Ya'niki tilni tabiiy jarayonda o'rganish kelib chiqadi. Ko'plab holatlarni uchratamiz. Misol, so'zlar yakka holatda o'rganiladi-da. Aynan bu holat bularni umumiy mazmunni tushunmaslikka olib keladi va qiynab qo'yadi, demotivatsiya hosil bo'ladi o'rganuvchida. O'sha hisobida men tavsiya bergan bo'lardim. Albatta, mana shunaqa paremologik birliklarni o'xshashlik ekvivalentlari bilan birgalikda o'rganilsa, bular og'zaki nutqda ham va eshitishda ham o'z samarasini beradi albatta. Tushunarli. Ana endi keling yana biz Alisher akaga murojaat qilsak. Xo'sh, sun'iy intellekt haqida bugun to'lib toshib gapiryapmiz. Hozirgi kunda hayotimizda har bitta jabhasiga kirib keldi. Xo'sh, sun'iy intellektni salbiy tomonlari, xavflari qanday? Hozirgi kunda endi siz mutaxassis sifatida teletomoshabinlarga nimalar tavsiya bergan bo'lardingiz? Nimalardan saqlanishlari kerak? Har bir tangani ikkinchi tomoni bo'lgandek, sun'iy intellektdan foydalanish jarayonida bugun aynan bir muammolarga duch kelishimiz mumkin. Masalan, eng asosiy birinchi navbatda o'sha ijtimoiy borlig'imizdagi real haqiqatlarga to'g'ri kelmagan ma'lumotlarni berib qo'yishi mumkin. Masalan, ma'lum bir savol so'ralgan vaqtimda sun'iy intellekt chatbotlardan, masalan, eng mashhur chatbotlardan bugun ChatGPTdan ko'pchilik foydalanyapti. Aynan o'sha chatbot ma'lum bir savollar so'ralgan vaqtida o'ziga qilingan ko'plab murojaatlardan kelib chiqqan holda javob beradi. Hattoki o'zidan so'rasangiz ham ushbu ma'lumotlar realmi, real ma'lumotlarmi deb so'rasangiz, bu ma'lumotlar real emas deb o'zi nima javob beradi. Ya'ni biz mana shu aniq ma'lumotlar olishimizda ayrim muammolar bo'lishi mumkin. Keyin axborotlar xavfsizligi masalasi. Chatbotlar asosan o'ziga qilingan ko'plab murojaatlardan kelib chiqqan holda sizga axborot nima taqdim qilishi jarayonini inobatga olsak, bu bizni o'sha ma'lum bir ma'lumotlarni ochiq nimaga chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni siz o'zingiz shaxsiy ma'lumotlaringizni boshqalar so'rasangiz, keyingi nimalarda shundan kelib chiqib siz haqingizda ijobiy fikr bildirmasligi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugun ko'plab dunyo davlatlarida mana shu sun'iy intellekt vositalari, chatbotlar, turli ilovalardan foydalanishda huquqiy asoslarni ishlab chiqish tendensiyasi bormoqda va o'sha xavfsizlik nuqtai nazaridan, shaxsiy xavfsizlik, daxlsizlik nuqtai nazaridan sun'iy intellektni ma'lum bir cheklovlar asosida to'g'ri faqat ijobiy tomonlar uchun foydalanish masalasi kun tartibidagi asosiy masala bo'lib qolmoqda va bizning respublikamizda ham hozir mana shu bu boradagi sa'y-harakatlar qizg'inlik bilan davom etib bormoqda. Shu o'rinda bitta savol paydo bo'ldi, Odilbek aka. Bu savol sizga aynan, sizga qaratiladi. Bugungi kunda bilamiz, zamon rivojlangandan keyin mana hozir sun'iy intellekt to'g'risida, innovatsion texnologiyalar to'g'risida aytyapmiz. Qo'shiq ijro qilish borasida ham bu narsa chetlab o'tmayapti. Aynan sun'iy intellektdan foydalangan holatda qo'shiq kuylansa, sizningcha ta'siri qanday bo'ladi tomoshabinga? Endi ta'siri menimcha yaxshi bo'lmaydi. Chunki
qalbda chiqqan narsa. Jonli baribir. Masalan, yurakdan aytilsa, men biza eshitdik bu narsani. Shunday bir ovozli bir ish, masalan, gaplab turgan bir o'zini bir nimasini Manierasini olib oladi. olib olsa bo'ldi ekanda u. Shuni masalan. Shu bir qo'shiq, nechikdir qo'shiq bo'lsa, shunga tashlasa, shu to'shi shunday bo'lib chiqib turaveradi. Yaxshi-ku, lekin. Shunday bo'ladi. Nega yaxshi? Endi qarang. Yaxshi deyishimiz mumkin, lekin yomon tarafi dim ko'pda. Sababi musiqiy savodxonlik bo'lmaydi. savodsiz ashulalar ham ko'payib ketadi. Aytib bilmaydigan odam ham ko'payib ketadi. Dim Charkash bo'ladi. yomon bo'lib ketadi. Menimcha, men endi yana bilinma. Boy odam, xohlagan odam boradi. Ha, deydi-da o'zini ovozini berib nimasini. Bir shunday hazillar ham chiqib ketgandi. Men bu so'zni kuylamaganman, xo'sh desa alfavitda ani aytganmisiz degan shu hazil aylanib keldi Xo'janiyaz. Avazoxunda keladi u nima, mana shu alfavitni aytib bersang bo'ldi, qo'shiq tayyor qilib Qo'shiq tayyor beraman. Shu zamon endi hozir keldi, ya'ni aytgani. Avazoxunda aytgani hozirda. Sun'iy intellekt zamoni. Lekin menimcha bizlar yaxshi Farqli olishimiz mumkinmi san'at sizningcha? olamini yaxshimiz, Farq qila olishimiz mumkinmi sun'iy intellektda ijro qilingan qo'shiq bilan o'zi jonli ijro qilingan qo'shiq? Juda ham bilinadi. Men eshitib ko'rdim. To'shni masalan siz meni qo'shiqimni aytadigan bo'lsangiz, to'shni men ovozimga o'xshab turaveradi ekanda ovozingiz. Men necha baytga o'zim shunday aytiladi ekan. Lekin baribir endi qochirimlarini baribir jonlidagi Endi aytish olmasa kerak. yurak Bor, qalb bor. Juda yaxshi, juda yaxshi. Endi men Anargul opa sizga yana bitta savol bermoqchiman. Aynan innovatsion texnologiyalar kirib borgan maktab va ta'lim dargohlarida, oliy ta'lim muassasalarida o'zgarishlarni qanday biz sezishimiz mumkin bo'ladi? Darhaqiqat mana innovatsion texnologiyalarni kirib borishi dastlab mana talabalarda smart kompetensiyani shakllantirishga asos bo'ladi. Oldinlari biz raqamli texnologiyalardan, dasturlardan foydalangan bo'lsak, hozirgi kunda talabalarimiz mana shu aqlli texnologiyalarni o'zlarini bilim olishida qo'llashlari mumkin. Endi biz talabalarni tayyorlayotganda ularni soft skills yoki hard skills deymiz, ya'ni qattiq yo yumshoq qobiliyatlarni shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Qattiq qobiliyati deganda o'sha talabalarni texnik vositalardan, dasturlardan foydalana olish qobiliyati, ya'ni o'lchanadigan qobiliyat bo'lsa, yumshoq qobiliyati bu o'sha emotsiyalari, o'sha jamoaviy ishlay olish qobiliyati, loyihalar ustida ishlay olish qobiliyatlarini shakllantirishimiz kerak bo'ladi. Innovatsion texnologiyalar bu ikkala qobiliyatni ham rivojlantirishga yordam beradi. Stanford va Garvard universitet tadqiqotchilari tadqiqot olib borgan o'sha talabalarni soft skills, ya'ni yumshoq qobiliyatlari, mana shu jamoada ishlay olish, adaptatsiya qilish qobiliyatlari karyerada muhim o'rinmi yoki hard skills bilimi, uni o'sha sohani yaxshi bilishi muhim o'rinmi? Tadqiqot natijalariga ko'ra 15% hard skillsga bog'liq ekan. Ya'ni 85% insonni o'sha soft skills, ya'ni uni jamoada ishlay olishi, adaptatsiya qilishi, muloqot qilishi va boshqa qobiliyatlarga bog'liq ekan. Bu degani biz talabalarga nafaqat bilim berishimiz kerak, nafaqat innovatsion texnologiyalarni o'rgatishimiz kerak, ularni ana shunaqa soft skills, ya'ni jamoada ishlash, birgalikda ishlash, texnologiyalarni hamjihatda ishlash, mana ana shu hamkorlikda ishlash qobiliyatlarini ham shakllantirishimiz kerak. Bu sohada biza o'ta yangi yondashuvlarni qo'llashimiz kerak. Hozirgi kunda mana loyiha ta'lim metodlaridan, STEM texnologiyalaridan, science, technology, engineering, matematika fanlarini birlashtirgan holda bunga hozirgi kunda art san'atni ham qo'shildi, ya'ni STEM texnologiyalarini qo'llash ishlari olib borilmoqda. Darhaqiqat innovatsion texnologiyalar bu ta'lim samaradorligini oshiradi. Bu maktabda bo'lsin, oliy ta'lim muassasasida bo'lsin, yaxshi mutaxassislarni
professional mutaxassislarni tayyorlashga yordam beradi. Bu borada qiyinchiliklar bor. Qiyinchiliklar nimada? Bu birinchi innovatsion texnologiyalar, masalan, smart board deymiz, elektron doskalar yoki kuchli programmalar uchun serverlar bu qimmat texnologiyalar hisoblanadi. Uni hamma maktab ham hamma xonaga joylashtira olmaydi. O'shaning uchun Albatta. asta-sekin rivojlanadi. Demak, biz hali bu mavzuda anchagina suhbatlashsak Tong bo'ladi. atar suhbatlar bo'lishi mumkin. Ayni juda ham bir qiziqarli mavzu bo'lyapti. Har tomonlama bir-biriga chambarchas bog'lasak bo'ladi ushbu mavzularni, lekin bizga ajratilgan vaqt bor. Vaqt oliy hakam deydi-ku.